To ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli, "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib, yanchib ketmasinlar" degan edi. Nihoyatda bir ibratli nuqta. Ha, bo'pti, chimali aytibdi, kiringlar debdi, bo'ldi. Shumi? Yo'q. E'tibor beradigan narsa shuki, chimali kichkina haqir jonivor Sulaymon alayhisolamning qo'shini kelayotganida o'zini qavm uchun xatarni sezdi. Yugurib keldida g'amini qilyapti. Zamonamizda shunday bir odamlar borki, munkarni ko'rib turib o'tib ketaveradi. Shu chimalichalik qavmiga bo'lgan g'ayurligi, qavmiga bo'lgan rahmati, shafqati yo'q. O'lib ketmaydi, o'tib ketaveradi. Shunaqa zamonamizda qanaqa chimalilarga muhtojmiz. Bir munkarni ko'rgan paytda